Ovozingiz eshitilmayapti, Sunnatbek O'tkirich. Ovoz eshitilmayapti. Ovoz eshitilmayapti. Bir, ikki, uch. Hali ham eshitilmayaptimi? Eshitildi, eshitildi. Eshitildi. Yaxshi. Hammaga yana bir marta assalomu alaykum. Shu paytgacha gapirgan gaplarim eshitilmabdi deysiz. Ancha muncha gaplarni gapirib qo'yishga ulgurgandim. Avvalo hammaga yana bir marta assalomu alaykum. Man to'g'risi O'zbekistondagi kardiologiya maktablarini deylik, maktablarini ichida aynan Buxoro kardiologlar maktabi bilan Vodiy kardiologlar maktabi har doim lol qoldirishda davom etgan bizni. Sababi aynan bu ikki mintaqa kardiologlari o'zaro juda ko'p hamkorlikdagi konferensiyalar tashkil qilishadi va ko'plab yangiliklarga intilishlari bilan testda man o'zimni har doim qoyil qoldirishgan, har doim hayron qolib havas qilib kelganman. Juda ham yoqadi menga yana bu ikki aynan Buxoro va Vodiy. Vodiyda kardioklub bor, Buxoroda mana maqsadga tashkil qiladigan ko'p konferensiyalar juda foydali deb o'ylayman. Bugun aynan bo'lmachalar fibrillatsiyasi haqida gaplashishni maqsad qildik. Nima uchun aynan bo'lmachalar fibrillatsiyasi? Sababi aynan bo'lmachalar fibrillatsiyasi bu hozirgi kundagi kardiologiyani va aritmologiyani eng og'riqli nuqtasi hali ham. Shuning uchun ham eng ko'p klinik rekomendatsiyalar aynan bo'lmachalar fibrillatsiyasi haqida bo'ladi. Shu paytgacha bo'lgan eng tez chiqayotgani, eng tez almashayotgan rekomendatsiyalar ham aynan bo'lmachalar fibrillatsiyasi haqida. Buni ko'pchilik biladi. Nima uchun? Sababi haligacha bu o'ta kaprizli aritmiyani davosi oxirigacha topilgani yo'q. Haligacha bu aritmiyani biz to'laqonli yo'q qila olmaymiz. Qolgan aritmiyalarni 99%ni radikal yechimi topilganda 90%ni dedik mayli. Radikal yechim bor ularda. Radiochastotal ablatsiya bo'lsin yoki ochiq jarrohlik yoki gibrid jarrohlik bo'lsin, baribir yechimi topilgan. Lekin aynan bo'lmachalar fibrillatsiyasida bu hali 100% yechilmagan. Shuning uchun ham hozir bugun gaplashamiz bo'lmachalar fibrillatsiyasida asosiy urg'u oxirgi tavsiyalarda jamoaviy ishga berilgan, ya'ni komandная работаga asosiy urg'u qaratilgan. Birgalikda faqatgina kardiolog, faqat aritmolog emas, balki barcha sohadagi vrachlar bilan birgalikdagi tandem bo'lib ishlash maqsad qilingan. Yangi rekomendatsiyalarda bu aytib o'tilgan. Qayta boshidan boshlangan to oxirigacha komandная работа. Shuning uchun biz ham bugun ko'rib chiqamiz. Buni ko'rib chiqmasa bo'lmaydi, rekomendatsiyalarni tezroq o'rganib olsak bo'lmaydi, chunki 25-yil avgust oxirida yana yangi konferensiya bor va hech kim kafolatla olmaydi. Yana yangi rekomendatsiya chiqib qolishini hech kim oldindan bila olmaydi. Yana bo'lmachalar fibrillatsiyasi haqida chiqib qolishi mumkin. Sababi eng oxirgi исследованиялар, ya'ni tajribalar hali ham bo'lmachalar fibrillatsiyasini davolash haqida ketyapti. Demak, yana bo'lmachalar fibrillatsiyasida yana yangilik qolish ehtimolligi bor. Так, в принципе, boshlaversak bo'ladi, menimcha. Так, demonstratsiya ekrani. Xo'p, sekin astalik bilan biz boshlaymiz. Ismim Sunnatilla G'afforov.
mabodo tanimaydiganlar bo'lsa, tanishishdan har doim xursand bo'laman, xursand bo'lganman ham. Ismim Sunatilla, familiyam G'afforov, intervension aritmologman. To'g'ri, ish tajribam hali 50 yil emas, lekin bir necha yillik ish tajribasiga egaman. Bugun gaplashadigan mavzuyimiz haqida gaplashdik. Bo'lmachalar fibrillatsiyasi va ularni zamonaviy tavsiyalarga asosan davolash bo'lmachalar fibrillatsiyasi. Bugun nimalar haqida gaplashamiz? Ya'ni qisqacha nima haqida gaplashishimiz plani, rejasi. Birinchisi albatta bo'lmachalar fibrillatsiyasi mexanizmi haqida ozgina gaplashib o'tmasak bo'lmaydi. Lekin qisqacha, chunki oldin aytishim kerak, bugungi bo'ladigan ma'ruzamiz, hozirgi boshlagan ma'ruzamiz talabalar uchun emas, bakalavrlar uchun emas. Bu asosan vrach, kardiolog, klinisistlar, vrach ordinatorlar uchun bo'ladi degan umiddaman. Sababi aynan vrachlarga qarata yo'naltirilgan ma'ruza tayyorlaganman. Shu uchun mexanizm haqida faqat qisqacha gapirib o'tamiz, 1-2 minutlik gap. Keyin klassifikatsiyasi va tashxis qo'yishi bu ancha O'zbekistondagi og'riqli nuqtalardan biri. Bu haqida gaplashamiz. Undan so'ng AF Care taktikasi, ya'ni bo'lmacha fibrillatsiyasida Care taktikasi yangi rekomendatsiyada joriy etilgan. Bu haqida gaplashamiz. Shu AF Care taktikasi bugun bizni o'z rekomendatsiyani bugungi ma'ruzamizda ham asosiy qismlarini kulminatsiyasini tashkil qiladi desak to'g'ri bo'ladi. Undan keyin algoritmlar. Bu algoritmlarda Yevropa rekomendatsiyasini olib turib, oxirgi rekomendatsiyadan O'zbekistonga ozgina moslagan joylarimiz ham bor. Shuni ham aytib o'tamiz va maxsus holatlar, ya'ni faqat bo'lincha fibrillatsiyasi emas, qo'shimcha nimalardir bilan uchrashish haqida ozgina gaplashamiz. Endi bu har bitta rekomendatsiyani boshida chiqadigan, boshida bo'ladigan aniq ma'lumotlar, ya'ni klass rekomendatsiya degan narsa bor, bilasizlar. Bu tavsiya etilish sinfi 1, 2, 2A, 2B va 3-sinflar mavjud. Birinchi sinf bu strogo tavsiya qilinadi, shunaqa qilish kerak degani. 2A bu yaxshi bo'lardi shuni qilinsa, 2B bu shuni qilsa bo'ladi. Va 3-klass bu mumkin emas, taqiqlanadi buni qilish degani va uni уровень доказанности, ya'ni isbotlanganlik darajasi bor. Bu A, B, S, uni ko'pchilik biladi, baribir biroz qaytarib o'tmoqchimiz. Bu qanchalik darajada bu tavsiya qanchalik darajada isbotlanganligini bildiradigan narsa. Уровень доказанности A bu bir necha multi randomizatsiyalashtirilgan markazlarda qilingan meta-analizlar orqali isbotlangan degani. B bu bir randomizatsiyalangan bitta sentrda tajribada isbotlangan degani. C bu randomizatsiyalashtirilgan tajribalarda isbotlanmagan, lekin ekspertlarning ya'ni aynan shu tavsiya berilayotgan soha bo'yicha bir necha uzoq yillik tajribaga ega bo'lgan va yangi tajriba o'tkazayotgan ekspertlarni мненияsi, ya'ni fikri degan ma'noni anglatadi. Bo'lmachalar fibrillatsiyasi bu juda murakkab mexanizmli aritmiya hisoblanadi. Qanaqa mexanizm degan savolga hozirgi kunda qo'rqmasdan barcha mexanizmlar deb javob berishimiz mumkin. Sababi ilgarilari ancha oldin bo'lmachalar fibrillatsiyasi faqat reentry mexanizmiga ko'ra boradi. Ya'ni asosiy mexanizm reentry deb o'ylashgan, lekin hozirgi kunda yaqqol isbotlangan mexanizm bu yerda faqat reentry emas, reentry, trigger aktivligi, avtomatizm buzilishi kabi barcha mexanizmlar birgalikda o'zaro bir-birini to'ldirgan holatda kelishi aniqlangan. Oddiyroq qilib tushuntiradigan bo'lsak, bu yerda bir necha mexanizmlar qo'shiladi. Ya'ni o'sha trigger aktivligi, ya'ni o'pka venalari ichida yoki umuman bo'lmachaning o'zida joylashgan o'choqlardan trigger aktivligidagi ritmlarni chiqishi. Undan tashqari bo'lmachalarning o'zini miokardini, endokardini avtomatizmining buzilishi tufayli bunga yana ham yaxshiroq o'sha substrat yaratilishi va undan tashqari albatta o'sha bir necha reentry mexanizmlari, ya'ni bo'lmachaning o'zida bir emas, bir necha yuzlab reentrylarning aylanishi va hatto bir reentryning o'zi boshqa bir reentry uchun qo'zg'almas markaz bo'lib berishi aniqlangan. Shuning uchun ham balki bu aritmiyani davolash haligacha
qiyin bo'layotgan bo'lishi mumkin. Ko'pchilik patsientlarni konsultatsiya qilayotganda bo'lmachalar fibrillyatsiyasini quyidagicha tushuntirishga harakat qilamiz. Qanaqa? Sizdagi aritmiya hayot uchun xavfli emas. Bo'lmachalar fibrillyatsiyasi o'zi primoy hayotga xavf solmaydi, lekin juda kaprizniy aritmiya. Bu aritmiyani to'liq davolash uchun kompleks lecheniya, kompleks taktika kerak bo'ladi. Biz ham harakat qilamiz, siz ham harakat qilishingiz kerak deb tushuntiramiz va bu yangi rekomendatsiyalarda o'z isbotini topgan. Aynan shu gaplar yozib ham o'tilgan. Klassifikatsiyada bu klassifikatsiya o'zgartirilmagan, lekin yangi klassifikatsiya turlari kiritilish ehtimolligi borligi aytib o'tilgan. Hozircha faqat borini o'rganib chiqqanimiz ma'qul. Qanaqa? Bu birinchi klassifikatsiya, bu formasi deylik, biz forma deb qo'yamiz O'zbekistonda ko'pchilik kardiologlar. Turi birinchi, ilk aniqlangan, ya'ni birinchi marta aniqlangan bo'lmachalar fibrillyatsiyasi. Shu vaqtgacha hech qaysi EKG usuli bilan bo'lmachalar fibrillyatsiyasi qayd etilmagan bo'lsa bemorda, unda ilk marta aniqlangan bo'lmachalar fibrillyatsiyasi formasi diagnozi qo'yilishi mumkin. Keyingisi paroksizmal turi. Paroksizmal turi bu boshlanganiga 7 kun bo'lsa, to есть 7 kungacha bo'lgan vaqtda o'z-o'zidan tiklansa yoki aralashuv orqali, ya'ni kardioversiya orqali tiklanadigan paroksizmal formalar bu paroksizmal forma deyiladi. Ya'ni boshlanganidan to tugagancha yoki siz to'xtatganingizcha, ya'ni vrach to'xtatgancha bo'lgan vaqt 7 kungacha bo'lsa, bu paroksizmal forma deyiladi. Agar 7 kundan oshsa, bu persistent turi deyiladi. Ya'ni persistirlovchi o'zbekchasida. 7 kundan to 1 yilgacha, ya'ni 12 oygacha. 12 oydan boshlab biz длительно persistирующая forma deb qo'yamiz. SNG davlatlarida, dunyoda esa длительно persistирующая forma deb отдельно kiritilmagan, alohida forma kiritilmagan, no shunaqa diagnoz qo'yish mumkinligi aytib o'tilgan. Va undan keyin doimiy turi. Doimiy turi bu vaqtga bog'liq emas. Doimiy turi deb diagnoz qo'yish uchun albatta bemor va shifokor o'zaro kelishgan holda ritmni qayta tiklashga, ya'ni sinus ritmini tiklashga qaytib harakat qilmaslikka kelishgandan keyingina doimiy turi deb qo'yiladi. Bunda doimiy turi deb qo'yish uchun oddiy tushunishimiz kerak bo'lgan narsa, uzoq длительно persistирующий formani tiklashga harakat qilib ko'rishganda qayta tiklanmagan yoki tiklangandan keyin darhol yana qaytib fibrillyatsiya boshlangan. Shundagina doimiy turi bemorga kelib, vrach tushuntirib, mana shunaqa hamma narsani qilganimizda ham bo'lmayapti. Endi sinus ritmini tiklashga harakat qilishdan foyda yo'q yoki risk katta deb tushuntirgandan keyin o'zaro kelishgan holda doimiy forma diagnozi qo'yilishi kerak. Afsus, O'zbekistonda juda ham ko'p doimiy formalar juda ham ko'p uchraydi. O'z dunyoda doimiy forma ko'p, lekin O'zbekistonda noto'g'ri qo'yilgan doimiy forma diagnozlari juda ham ko'p uchraydi. Ko'pchilik kardiologlar, ayniqsa eski fikrda yuradigan kardiologlar doimiy forma diagnozini dejurniy diagnoz qilib olishgan. FP qachondan beri bo'lganini bilmaydi, bemor o'zi ham yaxshi bilmaydi, sezmaydi, bo'ldi, постоянный forma. Uni tiklashga harakat qilib ko'rmaydi yoki qanaqadir taksiya qilishga harakat qilib ko'rmaydi. Doimiy shakli, doimiy turi. Umid qilamanki, o'zgartiramiz buni birgalikda. Endi diagnoz qo'yish uchun, fibrillyatsiya preterdiya degan diagnoz qo'yish uchun rekomendatsiyada ham yozilgan aniq kriteriya bor. Qachon FP degan diagnoz qo'yishimiz. Buning uchun biz bo'lmachalar fibrillyatsiyasini fiksatsiya qilishimiz kerak EKG da. Aniq EKG ga tushgan joyi bo'lishi kerak. Qanaqa? Agar 12 kanalda ushlasak, 12 ta kanalda fibrillyatsiya preterdiya ushlasak, bu 10 sekund bo'lishi kerak kamida. Yoki bo'lmasam bir kanalli devicelarda yoki 3 kanalli devicelarda ushlaydigan bo'lsak, bu 30 sekund bo'lishi kerak. Albatta, yozib qo'ygan joyi bor. Albatta, EKG yozadigan qurilma bo'lishi kerak. Agar u fotoplitizmografiyadan foydalanadigan devicelar bo'lsa, ya'ni faqat pulsni ko'rib bera oladigan devicelar bo'lsa, ularda ham chiqadi-da. Qanaqadir aritmiya bo'ldi degan. Bu hisobga o'tmaydi. Sababi fotoplitizmografiya EKG kabi aniq kafolatli aniqlikda ishlamaydi. AF Care taktikasi. Hozir bu o'sha 2024-yil bo'lmachalar fibrillyatsiyasi rekomendatsiyalariga kiritildi. Bu taktika oldin bilasizlar ABC taktikasi edi.
biladiganlar bo'lsa, hozirgi kunda bu o'zgartirib care taktikasiga o'tildi. Care taktikasi undan o'ylab qarasa ancha qulay taktika. Bu rekomendatsiyalar osmondan olib yoziladigan narsa emasda. В принципе, shu taktikani biza qilayotgan taktikamizni nomini to'g'irlab, joyini o'zgartirishgan. Xolos. No, в принципе, o'zi shunaqa ketma-ketlikda ishlanar edi. Mayli, ko'rib chiqamiz. Care taktikasi tushunarli, o'zi bosh harflardan olib chiqilgan. C bu birga keladigan kasalliklar va xavf omillarini to'liq izlash, baholash va ularni kamaytirishga harakat. Birinchisi. Ikkinchisi A bu o'sha insult va tromboembolik asoratlarning oldini olish, ya'ni tezroq insultni oldini olish. R bu ritm yoki chastota kontroli orqali bemordagi shikoyatlarni kamaytirish. Va oxirgisi E, ya'ni I qo'llanilayotgan terapiyani va tromboembolik xavflarni kamaytirishga qaratilgan terapiyani baholash va ularni dinamikada qayta baholab nazorat qilish taktikasi. Care bo'yicha AF Care taktikasi bo'yicha multidisiplinar sentrlar ishlash kerak deyilgan. Ya'ni butun dunyoda bo'lmachalar fibrillatsiyasi markazlari ochilish reja qilingan, ochilgan bir nechta, ya'ni alohida больница faqat shu fibrillatsiya bilan shug'ullanish kerak bo'lgan. Unda kardiolog, nevrolog, maxsus o'sha barcha turdagi endokrinolog, juda ko'p bariatrik xirurglar ham ishlashi nazarda tutib o'tilgan. Endi bir boshdan ko'rib chiqsak, shunda tushunarliroq bo'ladi. O'zi nima uchun klassifikatsiyalarga bo'lib oldik, nima uchun bu narsalarni gaplashdik? Sababi har bir formamizda, har bir turida bizni taktikalarimiz bor. Bu taktikalarni to'g'ri bajarish ham bemorning hayotini ancha yaxshilaydi va sog'lig'iga strafovka vazifasini sug'urtalaydi, balki vrachlarni keyinchalik boshi qotishini, ya'ni bemor qayta murojaatlarini kamaytirishini ta'minlab beradi. C, ya'ni o'sha AFK taktikasidagi birinchi harf C, comorbidity and risk factor management. Boya aytib o'tdik, bu o'sha barcha xavf omillari va birga keladigan qo'shimcha kasalliklarni oldini olish. Hammasi emas, bu aynan bo'lmacha fibrillatsiyasiga ta'sir qilishi aniqlangan kasalliklar. Bularga nima kiradi? Birinchisi albatta gipertenziya. Qon tomir kasalliklari, to есть qon bosimi kasalligi, arterial gipertenziya bunda birinchi klassga chiqqan. Qat'iy tavsiya qilinadi qon bosimini pasaytirish. Aynan bo'lmasa fibrillatsiyasi bor bemorlarda agar arterial gipertenziya ham bo'ladigan bo'lsa, uni 129 gacha sistolikni, diastolik 79 gacha ushlash tavsiya berib o'tilgan. Keyingisi yurak yetishmovchiligi. Yurak yetishmovchiligi bu tushunarli, hammaga barcha turlarini davolash tavsiya etilgan. SGLT2 ingibitorlari tavsiya etish birinchi klass bo'lgan, diuretiklarni qo'shish birinchi klass, bo'lmasa fibrillatsiyasi ham bor bo'lgan bemorlarda va undan keyin overweight, ya'ni semizlik va ortiqcha tana vaznini to'g'irlash, kстати, kiritilgan. Bu agar bemorda ortiqcha tana vazni yoki semizlik bo'ladigan bo'lsa, bilamiz, bu massa tela, tana vazni indeksi, tana vazni o'zbekchasiga tana vazni indeksi bo'ladi. Tana vazni indeksini ga qarab hisoblanadi. To'g'ri, 30 dan oshsa semizlik, 28 dan 30 gacha ortiqcha tana vazni bo'ladigan bemorlarda tana vazni 10% ga kamaytirish qat'iy tavsiyalarda berilgan. Keyingisi shu yil kiritilgan narsalardan obstruktiv, to есть uyqudagi apnoe sindromi, ya'ni obstruktiv uyqu apnoe kasalligi. Bunda qat'iy rekomendatsiyalar kiritilgan, chunki bu yangi devayslar chiqishi orqali aniqlangan, что aynan shu kasallik bo'lmachalar fibrillatsiyasiga sababchi bo'lishi mumkinligi, uni kuchaytirishi aniqlab o'tilgan. Undan keyin albatta oldindan bor, bu alkogol iste'mol qilishni kamaytirish. Aniq sonlargacha yozilgan bu safar. Bir haftada 3 martadan kam ichishni tavsiya etishgan deb yoziladi, lekin o'ylashim, mana bu subyektiv fikrim, O'zbekistonda aynan bemorlarga bu narsani aytib bo'lmaydi. Chunki 3 marta qancha ichishini bilmaydi, ko'p ichadi, 3 marta bilan cheklanib qolmaydi ichib. Bu hafta 3 martaga ruxsat bersangiz, keyingi haftaning 3 martasida ham bu haftaga ichaveradi qarz sifatida.
Keyingisi bu A, ya'ni bu aytganimizdek insult va tromboembolizmlar ni oldini olish. Biza bilamiz, bo'lmachalar fibrillatsiyasini eng ko'p uchraydigan asoratlardan biri bu o'sha yurak yetishmovchiligi bo'lsa, eng xavflisi va ikkinchi o'rinda turadigani bu tromboemboliyalar. Ya'ni tromb hosil bo'lishi va uni uchib chiqib arterial tomirlarga tiqilib, yopib, insult yoki ishemik insult yoki boshqa kasalliklarni chaqirishi hisoblanadi. Xo'p, nima uchun aynan bo'lmachalar fibrillatsiyasida hosil bo'ladi tromb chap tomonda? Yana bu savolga qisqa javob berib o'tishga harakat qilaman. Bo'lmachalar fibrillatsiyasida bo'lmachalar qisqarmaydi, bo'lmachalarda xaos yuzaga kelgan, bo'lmachalarda aniq sakrashing yo'q va aynan chap bo'lmachani quloqcha qismi anatomiyasi bo'yicha u pastga qarab turadi, joylashishi bo'yicha va soответственно u yerdan qon chiqishi juda qiyin, qon turib qoladi. Bunga qo'shimchasiga aynan u yerda arterial qon oqadi va arterial qonda tromb hosil bo'lish xavfi ancha yuqori. Xo'p, tromb paydo bo'ldi va vdrug u uchib chiqsa, aniq borib qaysidir bir arteriyani yopadi. Ko'pincha uchib chiqqan tromb albatta tepaga qarab harakat qilib, boshqa boradigan birinchi chiqadigan o'sha uyqu arteriyalariga borib tiqilib, ishemik insultga chaqirishi hammamizga ma'lum. Shuni oldini olishga qaratilgan asosan shu va agar tepaga emas pastga o'tib ketsa, boshqa tomirlarga yopilib, boshqa tomirlardagi muammoni keltirib chiqarishini oldini olishga qaratilgan taktika bu A taktikasi bo'ladi. Va bu yerda yangiliklardan eng asosiysi Chadvask shkalasini, biz biladigan Chadvask shkalasini o'zgargani. Hozirgi kunda Chadvask emas, Chadva shkalasi bo'lgan. Bu haqida sal keyinroq gaplashib o'tamiz. Nima uchun bunaqa bo'lgan, qanaqaga o'zgargani haqida. To'g'ri antikoagulyant tanlash bemorlar uchun to'g'ri keladigan va INR degani bu bizani tilimizda emas, o'zi ruscha tilda международное нормализованное отношение, ya'ni MNO ni 2 va 3 orasida ushlash, yangi termin kiritilgan INR range, ya'ni MNO ni range TTR 70% dan baland degan termin kiritilgan, yangi kalkulyator ishlab chiqarilgan, hali lekin u foydalanishga topshirilmagan. Va qolgan o'zgarishlardan klasslar o'zgarishi asosiy. Klasslar o'zgargan qolganda uni yana hali alohida gaplashib o'tamiz. R taktikasi bu o'sha chastota yoki ritm kontrol taktikasi. Bu har bir forma uchun aynan ritm o'sha R taktikasiga kelib, formalariga qarab turib taktika tanlash qabul qilingan. Birinchi AC taktikalarda bunda formaga qarab emas, balki davriga qancha vaqt o'tganiga qarab tanlanadi. Taktika R ga kelib, o'sha qanaqa formaligiga qarab turib biz taktika tanlaymiz. Buni ham yana hozir gaplashib o'tamiz. Bu обязательно o'sha ko'rik, baholash, to'g'ri terapiya bo'layotganligini, antikoagulyantlar va boshqa terapiyalarimiz to'g'ri bo'layotganini baholash, xavfini baholash va qayta baholash, dinamikada kuzatuv. Tak, yana so'rayapti-da mana. Qayta. Bo'ldi. Tak, xo'p. Endi algoritmlarga keldik. Boya gaplashganimizdek, qanaqa algoritmlar bilan, nima bilan, qanaqa davolaymiz, qanaqa taktikalarda davolaymiz. Bemor birinchi ilk marta aniqlangan bo'lmachalar fibrillatsiyasini davolash taktikasi haqida gaplashamiz. Dastlab kelib, xuddi o'zimiz o'tiramiz, bizning qabulimizga shunaqa pasiyent keldi deb tasavvur qilib gaplashsak, menimcha hammamizga tushunishga osonroq bo'ladi. Bemor keldi, ilk marta aniqlangan bo'lmachalar fibrillatsiyasi, ya'ni sizlar aniqlaysiz. Ungacha hech kim bilmagan, hech kim hech qachon EKGda ushlamagan. Va bizada algoritm bo'yicha, YSKdagi algoritm bo'yicha birinchi baholanadigan narsa bu gemodinamikasi stabilmi, nostabilmi? Sizni oldingizga u yurib keldimi, o'zida, hushida, boshi aylanmayapti, ya'ni arterial qon bosimi tushib ketmadimi? Agar tushib ketib, gemodinamika stabil bo'lmasa, ya'ni gemodinamika stabil tushib ketayotgan bo'lsa, unda darhol ekstrenniy elektrik kardioversiya qilinadi. Ya'ni hushidan ketayotgan bemorni qarab o'tirilmaydi. Anamniz yig'ish kerak, xavf omillari bormi, yo'qmi? Agar gemodinamika stabil bo'lsa, unda ketdik care taktikasiga o'tamiz. Ya'ni CA dan boshlaymiz. C da o'sha boya aytganimizdek semizlik, qon bosimi, yurak yetishmovchiligi kabi belgilarni kamaytirish, ularga
qarshi kurashish bilan taktikasi tuziladi. Undan keyin A taktikasi, ya'ni antikoagulyant tanlaymiz, to'g'ri antikoagulyantlarni tanlaymiz bemorga. Yo berish kerakmi, yo'qmi? Beradigan bo'lsak, qanaqasini berganimiz ma'qul, qanaqa dozada berishimiz ma'qul, shuni tanlaymiz va keyin dastlabki rate control birinchi bu safargi rekomendatsiyada chistota kontrolga o'tishimiz kerak. Dastlab hali agar bu unga xalaqit berayotgan bo'lsa degan joyi bor. Chistota kontrol. Bor. Chistota kontrolda biz nimalardan foydalana olamiz? Qanaqa dorilardan? Chistota kontrol foydalanishda biz chap qorinchani aritmiya vaqtidagi qisqaruvchanlik fraksiyasiga, ya'ni chap qorinchani fraksiya vыбросisiga qarashimiz kerak ekan. Qanaqa 40% dan past bo'lsa agar bu, unda bemorda faqatgina beta blokator yoki digoksindan, agar ularni maksimal dozalarida ham yordam bera olmayotgan bo'lsak, kombinatsiya holda ikkalasini ishlatib ko'rishimiz mumkin. Agar fraksiya vыброsi 40 yoki undan baland bo'ladigan bo'lsa, to есть baland bo'ladigan bo'lsa bu narsalar. Agar baland bo'ladigan bo'lsa, unda verapamil va diltiazem bizga qo'shiladi. То есть beta blokator, digoksin plus verapamil yoki diltiazemlardan ham foydalanib chistota kontrol ushlashimiz mumkin bo'ladi. Bu dastlabki chistota kontrol, lekin har doim ham chistota kontrol kerak bo'lavermaydi. Birdan ritm kontrolga o'tishimiz mumkin bo'ladi, lekin undan oldin javob beradigan ba'zi savollarimiz bor. Ya'ni o'sha A taktikasini o'zida bemorda transezofageal echo qilishimiz kerak. Unda bo'lmachalarda tromb bor yoki yo'qligini aniqlashimiz kerak, qachon kerak degan taktikalarimiz bor bo'ladi. Kardioversiya bu farmakologik yoki elektrik bo'lishi mumkin. Buni yana gaplashib o'tamiz. Keyingi turimiz bu paroksizmal formasi. Maqsad aka 1,5 minut qoldi deyapti konferensiyamizga. Bo'ldi, tushunarli. Agar hozir konferensiyamiz tugaydi, 1 minutdan keyin bunisi keyingisiga ssilka tashlanadi. Xo'p, biz davom ettiraveramiz. Paroksizmal formada taktikamiz qanaqa? Paroksizmal formamizda taktika tepada xuddi o'sha yo'nalishda boshlaymiz, ya'ni care taktikasi bo'yicha dastlab o'sha bemor stabilmi, nostabilmi? Agar u paroksizmal forma qo'yildimi, demak u sizning oldingizgacha yoki skorida kelgan yoki oyog'ida kelgan bo'ladi. Uni bilish kerak. Gemodinamikasida, ya'ni arterial qon bosimi joyidami, bemor hushdan ketmayapti, boshi aylanmayapti. Va undan keyin care taktikasi bo'yicha CA ni bajarganimizdan keyin mana shu joyda eng qiziq qismi bor. Shared decision making, ya'ni birgalikda qaror qabul qilinadi. Bunda bemor, vrach, aritmolog, kardiolog, reanimatolog, nevrologlar bilan birgalikda qaror qabul qilinadi. Qanaqa ritm kontrol qilishimiz? Paroksizmal formada ritm kontrol tanlanishi albatta yaxshi. Faqat qanaqa ritm kontrol qilamiz? Qaysi preparat bilan? Kardioversiya qilamizmi? Qachon qilamiz degan savollarga javob berishimiz bu